Bizga shunaqa o'rgatilingan, katta bo'lasan, mana yaxshi ishga joylashasan va sani ko'p puling bo'ladi. Ko'p puling bo'lsa sani chiroyli uying bo'ladi, uy olasan albatta. Moshina olasan, sayohatlarga chiqasan, chiroyli kiyimlar kiyasan, sovg'alarga ochilasan, maza qilib yashaysan deb o'rgatishgan. Biz ham xuddi shuning uchun harakat qilganmiz. Manga yoshligimda onam yoki shu kattalar tomonidan menga ko'rsatishib, mana qara o'qimasang, agar san bilimli bo'lmasang, ilmli bo'lmasang, mana shunaqangi burchada turuvchi bo'lib qolasan. Mana shunaqa inson bo'lib qolasan deb ko'rsatishardi. Ko'rsatishganmi sizlarga? Aytishganmi? Ya'ni bo'lganmi shunaqa narsalar? Aha, ya'ni qaranglar qanchalik bizni matritsa yopib tashlayapti. Yopib tashlayapti yuragimizni, qalbimizni. Bizga oddiy bunaqa kasblarga bizda nima paydo qilyapti? Nafrat paydo qilyapti. Qabul qilolmaslik paydo bo'lgan. Past nazarda qarash paydo bo'lgan. Va agar biz o'zimiz ham ozgina rivojlanmay qolsak, o'solmay qolsak, bizni ko'p pullarimiz bo'lmasa, nima qilamiz? Past nazarda o'zimizga qarashni boshlaganmiz va shu bilan birgalikda tabaqalar paydo bo'lgan. Agar puli ko'proq inson bo'lsa, u ko'p mehnat qilgan, ko'p harakat qilgan, o'zini ustida ko'p ishlagan inson emas. U buyuk inson, ya'ni balandroq o'rindagi inson degan nazarni bizda paydo qildirishgan. Va agar puli yo'q inson bo'ladigan bo'lsa, unga past nazarda qarash kerak. U inson emas. U qo'pol qilib aytganda musor. To'g'rimi? Shunaqa deb o'rgatishgan bizga va matritsa buni bizga beravergan, bu programmani beravergan va biz o'zimiz ham o'zimizni shunaqangi, ya'ni pulimiz ko'p bo'lsa balandroq o'zimizni tutishni boshlaganmiz. Pulimiz yo'q bo'lsa o'zimizni xuddiki ana musordek, hech kimga kerak emasdek, endi bizni tilimiz qisiq, hech qayerda gapira olmasligimiz kerak degan onda shakllanib qolganmiz. Va shuning uchun agar ozgina pulimiz bo'lmay qolsa, ishlarimiz yurishmay qolsa nima bo'lamiz? Qabul qilolmaymiz. Dunyolar qorong'i tuyulib ketadi bizga. Hech narsa xohlamaymiz, yashashni xohlamaymiz. Chunki nima bo'lyapmiz biz? Nima bo'lyapmiz? Past nazarga tushib qolyapmiz. Kimni oldida past nazarga tushib qolyapmiz? O'zimizni oldimizda. Ya'ni barbod qiluvchi inson bu o'zimiz. Ya'ni shu qadar o'zimizni barbod qilib tashlaymizki, hech narsa ko'zimizga ko'rinmay qoladi. Lekin bu bizni aslligimiz emas. Bizni asl tabiatimiz emas. Bizni aslligimizga bu umuman xos xislat emas, xos xarakteristika emas. Ya'ni ataylar matritsa bizga shu programmani berganki, tabaqalanish paydo bo'lsin, bo'lish ongi paydo bo'lsin va bo'lish ongini oqibatida insonlar o'zini va atrofni barbod qilsin. Bizda bo'lish ongi bo'lsa, biz birlik ongiga kela olamizmi? Bizda tabaqalash paydo bo'lsa, bizda barbod qilish paydo bo'lsa, biz sevgiga ochila olamizmi? Sevgi chastotasi bu juda yuqori chastota hisoblanadi. Juda yuqori chastota. Siz sevgida turganingizda, sevgida bo'lganingizda butun olamni yoritib yuboradigan chiroq bo'lib turganingizda, nurga aylanganingizda shunaqangi siz chastota berasiz, hamma narsa gullab-yashnab ketaveradi. Agar sizni oldingizda gullar bo'lsa, o'zidan o'zi o'sib ketishni boshlaydi, rivojlanib ketishni boshlaydi. Atrofingizdagi farzandlaringiz o'sib ketishni boshlaydi. Har bitta ko'rgan odamlaringiz o'sib ketgan odamlarni ko'rishni boshlaysiz. Chunki siz nima taratyapsiz o'zingizdan? Sevgi chastotasini yuqori vibratsiyali chastota taratyapsiz. Lekin siz bo'lish ongida bo'lganingizda, kambag'al boyga ajratganingizda, o'zingizni barbod qilganingizda, insonlar barbod farqi yo'q. Qanaqa barbod qilasiz? Balki pulim yo'q, men pastman deb barbod qilasizmi? Pulim ko'p, men buyukman deb barbod qilasizmi? Farqi yo'q uni. Qanaqangi holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar siz barbod qilasiz. Barbod qilish programmasi, bu o'y-xayol bormi? Avtomatikki biz nima beramiz? Negativ chastota chiqarishni boshlaymiz. Xuddiki qop-qora tutun chiqadi bizda. Qora tutun bor joyda siz o'tira olasizmi? Mana bilasizlarmi? Shunaqa joylar bor, masalan, salonlar yoki
ko'pchilik boradigan joylar bor. Qayerlarga boramiz? Mana magazinlarga kiramiz. Shu joyda agar shunaqa negativ programmali insonlar bo'ladigan bo'lsa, ko'p tura olmaymiz. Tez chiqib ketamiz, tez anaqa qilamiz, qanaqadir bo'g'ilganga o'xshaysiz. Ba'zi magazinga kirsangiz, bo'g'ilganga o'xshaysizda. Tez hech narsa olmay chiqib ketgingiz keladi. Lekin ba'zi magazinga kirsangiz, shunaqa mazza qilib aylangingiz keladi. Demak, u yerda siz bo'g'ildingizmi, demak, u yerda pastki chistotalar mavjud. Sizga yoqyaptimi o'sha yerda? O'sha yerda bo'lgingiz kelyaptimi, o'tirgingiz kelyaptimi? Demak, u yerda yuqori vibratsiyali sevgi chistotalari taralyapti. Shuning uchun harakat qilishimiz kerak. Umuman bunga kirmaslikka, bu matriца bergan programmaga kirmaslikka.